Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Bugun mana 2010-yilgi mashina 8 million bo'lsa sotamiz, variantga ham chiqarib beramiz deb e'longa qo'ygan mashinamizni bir mana shu akamiz Jizzaxdan kelgan ekanlar. Bizlarning ashaddiy obunachilaridan shu Rossiyaga paytlariga ham bizlarning ko'p videolarimizni e'tibor berib kuzatar ekanlar akamiz. Men boyna mana shu mashinani internetga e'longa qo'yganimda bir dehqon odam, bir cho'pon odam olib minishga ham bo'ladi, zo'r mashincha deb qo'ygan edim. Akamiz ko'rganlaridan sirazi yugurib ketdilar. O'tib bering narxidan dedilar. 37 million so'mga baholab 2 oyga kelishdik. 2 oy nasiya savdo qilib berayotgan bo'ldik, hurmatli obunachilar. Akamiz hozir aytayaptilar-ki, hozir yonimda pulim kamroq, 1 millionga yaqin pul bilan baraka qilib ketaman, ertaga mashina olib ketaman deyaptilar-da. To'g'rimi aka? To'g'ri, ertaga mana olib kelib, xo'p, yaxshi kunga bo'ling, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Mana Jizzaxga akamizga berdik. Endi noto'g'ri xayolga bormaysizlar. Bu mashina endi buguncha shu yerga turadi. Endi ertaga bir xaridor kelishi mumkin-da, kelib ko'rib, aka turibdi-ku, bering deyishi mumkin-da. Men o'zim ham nechta mashina ko'rib, o'zi yo'lga chiqib ham shunday, to'g'ri. Endi ertaga ham boshqa birontasi kelsa, aka turibdi-ku, bering deyishi mumkin-da. Yo'q, bizlar yolg'on informatsiya bilan e'longa qo'yganday bo'lamiz-da. Ertaga olib ketishingiz shart aka. Nima uchun deganda bo'lsa gap so'z ko'payib ketadi. Yaxshi kunga mining, salomat bo'ling. Akamiz qovun tarvuz yetishtirar ekanlar Jizzaxda. Ya o'zi ko'proq mevada yuraman. Ha. Kelaversalar, xudo xolasa, mana Samarqand shaharida, Sagdiyanada bizlarning joyimiz. Kelaverasizlar. Mana shu mashin bor-ku aka, meni videolarimda ko'p videolarimga kommentariya qoldiradigan bir yaxshi akamiz bor, Erkin aka Mamatov degan. O'sha odam, o'sha odamning mashinasi shu. O'sha odamniki. Xo'p. Ertadan qolmasin, ertaga olib ketasiz, xudo xolasa. Mana shu mashinchani akamizga berdik. Chaqqa-chuqqa ayblarini o'zlari taxlab, kamchiliklarni o'zim to'g'rilab olaman, dehqonchilikka minaman deyaptilar-da. O'zim to'g'rilab olaman, mana bu bitta yarimta zang-panglarni o'zim qilaman deyaptilar. Bu yomon emas. Bo'ladi.